aytmoqchiman, bizning regionimiz yod tanqisligi regioni hisoblanadi. O'shaning uchun buqo juda ham ko'payib ketgan. Profilaktik ko'rikdan endokrinologdan o'tib, kerak bo'lsa, misol uchun yod ichish kerakmi? Yod ichish kerak bo'ladi. Farzandlarimizga ham kireshka, chipslar, chupa-chupslar, har xil ximikat narsalarni olib bermasdan, ular bilan sog'lom ovqatlanishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa uyda o'tiradigan bolalar nosog'lom ovqatlanadi, chunki bog'chada bo'lsa, baribir bog'chada pitaniyasiga qaraladi-da. Uyda kaprizli qiladi, boshqa qiladi, magazinga chiqadi, otasiga ketadi, oyisiga ketadi, ular yaxshilik qilib, mehr ko'rsatib olib berishadi uni. Lekin o'zligi bilmagan holatda ziyon qilib qo'yganini bilmay qoladi. Bola kerakli ovqat beradi. Anaqa uxlaydi vaqtida. Misol uchun, meni ham o'g'lim unda uyda ovqat qildim-da, moshxo'rda qildim. Moshxo'rda qildim-da, ichmadi. Bog'chada beradim, moshxo'rda ichasan desam, yo'q dedi. Keyin bir pas opasiga aytdi-da, keyin ichaman, bog'cha bambushalla de, chunki onasiga qiladi. Uyda ovqat tanlaydi. Misol uchun bog'chada qo'rqib yeb oladi-da. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashq. Mashina o'zi bilan odam sog'lom yurish mumkin-da.